narxlarini, ularning o'zgarish tarixi, shuningdek, tovar harakati va ombordagi qoldiqlarni qanday ko'rishni ko'rib chiqamiz. Mahsulot uchun qanday narxlar belgilanganini bilish uchun biz mahsulot kartochkasini ochishimiz kerak. Nomenklatura narxlari qismida biz mahsulotga belgilangan narxlarni ko'rishimiz mumkin. Narxlar o'zgarishi jurnali orqali biz mahsulotning narxlari qachon o'zgarganligini ko'rishimiz mumkin. Ombordagi miqdor orqali barcha omborda qancha zaxirada borligini ko'rishimiz mumkin. Nomenklatura harakati qismida biz mahsulotning harakatini ko'rishimiz mumkin. Qachon sotib olingan, qachon va qancha sotilganligini shu bo'limda ko'rishimiz mumkin. Endi siz kerakli narxlarni qayerdan topishni bilasiz.